Parketlarimiz kutib olyapti. Voy, narxi вообще go'zal holatda bo'ladi. Xitoylarimiz endi moda bo'ladi, trend bo'layotgan narxi atigi O'zbekistonning trend bo'layotgan PVH panellar. 3-4 kvadrat bo'ladi. Aka endi mana samakili akalar. U egalar ayollar qilyapti istaga. 1.22 ga 3 metr bu zarli taroqlarimiz. Uni eng qiziq joyi Turkiyaning Istanbul deydi. Istanbul shahri. Masjidi. Ushab turadigan narsa shu kilaylar bo'ladi. Stiklarda bo'ladi. Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari, bugun yana sizlar uchun foydali ma'lumot berish maqsadida Namangan shahar Shamshuboy bozoriga kelganmiz. Ya'ni bu tomonimiz Shamshuboy bozorining ro'parasi. Xudo xolasa bu joyda samakileka, PVH taroq, PVH panellar va bu joyda laminatlarimiz ham bor ekan do'stlar va bu yerda kilaylarimiz ham bor ekan. Bular haqida batafsil ma'lumotlarni, narxlari bilan sifat haqida ma'lumot beramiz. Do'stlar, bu joyda bir-biridan go'zal PVH'larimiz bor ekan, panellarimiz bor ekan mana. Juda ham manzarali. Mana bu tomonda taroqlarimiz bor ekan. Bular haqida ma'lumotni beramiz xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmang, videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Barchasi Chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Xo'p, bu tomonda kirishingizni o'ng tomoningizda xo'p sizni albatta chiroyli yuz bilan parketlarimiz kutib olyapti. Bu parketlarimiz aka xo'p 8 ligi bor, 7 ligi bor, 7 rassiyasi bor. 8 rassiyasi bor. kim qanaqa xohlasa shunaqa sotib beriladi xudo xolasa. Albatta, buni baribir qiziq temasi narxida bo'ladi-yu, qadrdonlar. Voy, narxi вообще go'zal holatda bo'ladi. Xitoylarimiz 57 ming so'm, Rossiya 7 ligimiz 65 ming so'm, 8 li Xitoyimiz 72 ming so'm. Xo'p, ketdi yana sizlarga kvadrat hisoblanadi shunda. Albatta, kvadratda tagidagi sentifoni bilan. Xo'p, chap qo'lingizda hozirgi kunda moda bo'ladi, trend bo'layotgan PVH taroqlarimiz. Bu aka asosan bu taroqlarni hozir TV zonaga va haligi ofislarga kombinatsiya bilan boshqacha dizayn bilan ishlatishyapti. Ya'ni keng assortimentda turlari bor. Bular razmeri haqida ma'lumotini bering. Xo'p, aka bularning razmeri eni 15 bo'ladi, balandligi 3 metr bo'ladi. Ya'ni ham 1 kvadrat. Standart razmerdagi. Albatta, albatta. Xo'p, keyingi narxlari-chi endi qiziq joyi qolib ketdi-ku. Eng qiziq joyi qolib ketdi haqiqatda. Qaranglar, bu tomon narxi atigi donasi 45 ming so'mdan. Ag'iga ham o'tamiz, neobichnilari bor, uning narxlari jicha o'zgaradi. Do'stlar, narxni sizlarga ma'qulmi? Bittadan like bo'lsin videoga. Xudo xolasa sizlar uchun. Hammasi sog'. Keyingilarim. Bu yog'i aka hozirgi kunda O'zbekistonning trend bo'layotgan PVH panellar. Bu PVH panellarni eni 1.22, balandligi 280 bo'ladi, stenasi 3 bo'ladi. Bitta PVH panelimiz 3-4 kvadrat bo'ladi. Bu PVH panellarni Xitoyniki bor, Toshkent Sammesni bor, Andijon ishlab chiqarishyapti akalarimiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Juda qo'llari ham, sifatlari ham o'ta a'lo darajada. Xo'p, bu PVH panellarni Toshkent Sammesni 200 ming so'm, Andijon 180 ming so'm narx belgilanyapti. Xo'p, bularda necha xil ranglari bor? Bularda bir 50-60 xil assortiment bor. Bu oddiy variantlari, gulli variantlarni yana sizga ko'rsatamiz. Albatta. Xo'p, do'stlar, taroqlarni qo'yib qo'yishibdi, bir-biriga moslagan holatda. Yana o'zingizni didingizga moslab bemalol tanlab olasiz. Do'stlar, mana bu tomonimizda ko'rganingizda juda ham kengchilik. Hop, bu tomon. Endi qaysi birlari? Xo'p, aka endi mana samakili akalar. Bu samakili akalarni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Buni shuna salafonni ko'chirasiz. Mana ushlashlari ham o'ta kuchli holatda. Ya'ni baniyalarga shart emas. Aha, ya'ni u egalar ayollar qilyapti. Istaga nima bor? Istagalar yana xabar bo'lmasa. Ya'ni bu barchasi qulaylik uchun chiqarilmoqda albatta. Buni narxi 100 ming deb belgilangan. O'lchamlar donasi 1.22 ga 3 metr bu 3.6 kvadrat. Standart holatda razmerlarimiz. Xo'p, bag'i bu aytib o'tgan tillali, ya'ni zarli taroqlarimiz. Bu juda ham bezak uchun juda ham ajoyib do'stlar mana. O'lchamlari o'sha standart o'lchamlarda. Standart, prosta narxlarda ozgina o'zgarish bo'ladi. Bularni 65 ming so'm sotyapmiz. Xo'p, keyingilarimiz endi do'konning eng qiziq joyi shu yer bo'ladi. Hozir
qayergadir yetib bordi, qayergadir yetib bormadi. Gulli 3D PVH panellar. Ya'ni mehmonxonangizni haqiqiy ko'rkiga ko'rk beradigan panellar shular bo'ladi. Bularning rasvetkasi ko'p. Buni eni 122, balandligi 280 bo'ladi. Bu ham 3.4 kvadrat bo'ladi. Faqat qadrdonlar bu 3D formatda bo'ladi. Kachisi xuddi bir oynaning ko'zgusiga o'xshagan darajada kuchli bo'ladi. Mana do'stlar, juda ham ajoyib. Ya'ni bu televizorni bo'lishi shart emas. Yo'q. Uchun devorni Albatta, mana shuni oling aka bu. Mana do'stlar, bular bari siz va sizning xonadoningiz uchun albatta chiroy qo'shadi degan umiddamiz. Mana turli xillari bor ekan. Orqa tomonimizda ham manzara zo'r bor. Mana uni qarang, mana Turkiyaning Istanbul deydi. Istanbul shahri. Machiti. Do'stlar, sizni xonadoningizga qaysi biri ma'qul keldi va didingizga do'stlar mana bu yerdan bemalol topishingiz mumkin. Neobычныйlar, buni turi ko'p. Kesanglar turli tumanlardan mana gullari bor ekan. Mana bahor keldi bu yog'i. Xudo xolasa, hammasi ajoyib. Narxini ham ajoyib qilib beradi degan umiddamiz. Buni narxi 320 ming so'm sotyapmiz jigarlar. 370 ming, 450 ming ham sotib turibdi. Bizda 320 ming so'm. Xudo xolasa kelinglar, ko'ringlar, o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa bular sizni uyingizga albatta mos tushadi degan umiddamiz. Hop, endi buni ham yopishtirgani nimadir narsalarimiz, ya'ni kilaylarimiz. Yopishtirgani tomchi kilaylarimiz bor. Mana 9900 3.5 kilaylarimiz bor. Bu kilay haqiqiy buni ushlab turadigan narsa shu kilaylar bo'ladi. Bu sifati yaxshi. Sifati вообще o'da. Buni yopishtirganingizdan keyin ko'chirib olish degan narsa yo'q. Yopishtirgandan keyin ko'chirib ola olmaysiz. Do'stlar, mana sifatli kilaylari va sifatli mana PVH mahsulotlari. Buni PVH panellarimizda stiklari bo'ladi. Ya'ni choklariga, uloqlariga, tilla, qora, nikel. Bularda necha xil rang bo'ladi o'zi umumiy nima? 4 xil rangi bor. Bir-biriga moslab bir xil, ya'ni kimga qanaqa bo'lsa moslab ola oladi. Ham didiga, ham PVH panelga moslab ola oladi. Xo'p, do'stlar, bu aytgan mahsulotlarimiz narxi sizlarga ma'qul keldimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Do'stlar, barcha sizning xonadoningiz uchun albatta sifatligini tavsiya qilishga harakat qilamiz doim va narxlari ham yomon bo'lishini tarafdorimiz. Hop, akamimiz xizmatda bo'lishar ekan, kelaverasizlar. Manzilimiz Namangan shahar. Hop, Shamshiboy bozori. Mana shu Kosonsoy ko'chadan ko'tarilganingizda o'ng qo'ldagi birinchi darvozasining ro'parasida bo'lar ekan do'stlar. Ana bemalol kelaverasizlar. Mana yana chiqib ko'rsatib qo'yaman. Bu Shamshiboy bozori. Va shuni ro'parasida mana Eurodek rasmiy dillarlar.